Shohir opa, tovuqxonaga olib kelaman dedingiz, mehmonxonaga olib keldingizmi? Yo'q, tovuqxona. Lekin bunaqa tovuqxona umringizda ko'rmagansiz. Bu yerda bizani kutib oladigan odamni ko'rsangiz, undan ham hayron qolasiz. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovani har yerda ko'rgansiz. Instagramda intervyu berayotganda, katta sahnalarda, hatto yaqinda mana Kremlda ham konsert berib qaytdi. Lekin bugun bu ayolni yana navbatdagi qirrasini ochamiz. Bu ishlarni ana meditsina yo'nalishini boshladi. Bu ishni boshladi. Mansurga ishonib, Mansurga suyanib. Mansurjon bilan birga kishida tadbirkorligini qasd kuchli. Endi nima zamoncha kiribsiz ichiga bu ishlar. Bu birga bo'lmasa bo'lmaydi. Mani ishimda ham birga biz. Bu tijoriy ishlarda mana qarang, har xil vaziyat bo'lishi mumkin. U men bolalardan qutuldim degan gap yo'q. Navalarga ish berasan, nechta odam qo'limda ishlaydi. Masalan, qo'shig'imga ishlayotganlar bor. Ertaga xohlagan san'atda qoladi, xohlamagan manaqa kelishlayotgan qo'limdagi ishchilar, ko'p Toshkentda ishlab yurgan uyimdagi ishchilar, ustalar bor edi. Hozir tavba qo'shib ketdi. Chetda hozir. Bu yerda qancha odam ishlatyapsiz hozir? Hozir yerda bir общий sanasangiz yerda bir 100 tadan oshadi. Bu yoqdan olib kelganlaringiz qancha? Bu yoqdan 10-15 ta olib kelgan. Asosiy sostav bu yerdan. Ha, rабочийlar, bitta rабочийlar. To'g'ri. Galavasi ularni o'qitdik, musulmon o'qiyapti hali yana. Chunki bu yerga o'qimasdan kirib bo'lmaydi. Hali hozir ko'ramiz. Shunasimi bularni mana Kamoliddin aka tagi to'q qurishda o'zi. Toshkentda Mayskida ishlab yurgan odamda. Bu bilan birga qurishgan, Mansurjon boshlashgan bular birga. Mana qahramon usta edi. Usta ishlatib, Rossiyalarda ishlab yuradi, anaqa qiladi. Keyin bu yoqqa kelib quruvchi dedim. Mirshod quruvchi edi. Uy remont qildim mavsum karantina. O'qib bitirishdi. Mana endi 80 mingtani, keyingi 80 mingtani qahramon qilyapti. To'g'ri. Mirshod o'qiyapti, yana ikkitasini o'qityapmiz, tayyorlab boryapti. Chunki biz 80 mingta bilan 160 mingta bilan 200 ming bilan qolishmaymiz. Shu yilda oxirigacha xudo hozir 400 mingga olib chiqsa kerak, yo bahorgacha. 4,5 millionga olib chiqamiz deyapti bahorgacha kam. To'g'ri. Chunki angar quramiz, aytgan yana angar qo'shib. Ha, u yerda ko'rsatdilar, barcha ko'rsatdilar. Оборудование kelishga bilasizmi? Betlar men sizga aytdim, ancha oldin bitgan bo'lardi. Ana men bir shikoyat qilmayman. Men boshda bilaman haligi biz endi to'g'ri, baribir davlatdan faqat o'zingni puling bilan qilganing bilan bo'lmaydi. Davlatdan ham pul olasan, davlatga налог to'laysan, davlatda o'sha kreditdan foyda oladi, undan keyin senga qaralashadi-da. Davlatda nima o'zining qonun qoidasi bor-da. Kredit olish kerak, banklar bermay qiynadi boshida. To bu haligi muz o'rnidan chilyotgangacha rosa qiyin bo'ldi. Biz 10 gektar bo'zatuvda ham yerimiz bor. Biz birinchi qashqadaryoda Qoraqalpog'istonda qilmoqchi bo'lganmiz. Buni bo'zatuvda deyarli tayyorda, deyarli tayyor qolganda joyimiz. Kreditni bermadi. Lekin Namangandagi bank bilan gaplashdik-da, tekstil fabrikamiz bor edi. Uni gaplashib bet bilan. u ham hozir bormi? Yo'q, Namanganda alishtirdik bu yoqqa. Ha, bu yoqqa. Bitdi boshladi. Navoiyliklar qarashdimi sizga? Navoiyda ish yurdi. Navoiyda ish yurdi. Shu gap kerak. Men aytmoqchi bo'lganim, lekin ko'pchilik kreditni pulini mana juda ko'pchilikni bilaman, birdan kredit olib qurilish qilganda yeb qo'yyapti. Hali ayollari taqinib qoladi, anaqa qilib qoladi. Mumkin emas. Tushunyapsizmi? Men 40 yildan beri ashulatyapman, endi 3-4 yildan beri taqinishim uchun. Farqiga boryapsizmi? Hatto qo'shiqda ham investitsiya qilasan o'zingga. Agar to'g'ri san'atkor bo'laman desang. Biz investitsiya hech narsa bo'lmaydi. Hech kim hech kimga должен emasda, hech kim hech kimga qarz emas. To'g'ri. Sizga nima deydi? Majburiyat joyi yo'q birovda. Pulni berasiz, oyligini berasiz, ishlatasiz. Yana to'g'rimi? Yo'q, to'g'ri. Bu mana shu yerda shunaqa tadbirkorlar ham ko'pchilik pul oldik. Bo'ldi, men uni keyin u mendan pribul kelsa, keyin o'shandan to'lab bekitamanda, men uni yeb qo'yamanda. Haligi tanini yeb qo'yadi. Yana shu joyda xato. Aslida taniga tegmasdan tikish kerak. Yana yoniga qo'shib tikish kerak. To yurib ketgungacha. Hozir bu yoqda shunaqa jarayonmi? Faqat tikilyaptimi? Ha, bu hozir tikilyapti. Bu hozir mana 80 mingtaga ishonmanglar. Bu o'zinikini o'zi qoplab turibdi. Bu yoqqa anaqa shuni aytmoqchi edim. Mana bu tomonlar ham bo'sh turibdi-da, qo'shnilar tomon. Balki endi tasavvur qiling, vaqtda olib, endi hozir orqa tarafda olamiz deyapmiz. Biz boshida bilasizmi nima qilmoqchi bo'lgan ekan? Agar yuraylikmi mana shu yerda ozgina ko'rsataymi? Keling, shunaqa qilaylik.
Mana bu to'silgan joyni ko'ryapsizmi onam? Bular tuya boqmoqchi bo'lgan bolalar. Men aytdim tuyaga kichkinalik qiladi bir. O kechqurun bekitib qo'yish kerak edi xolos dedim. Bepayon bir 30-40 gektar, juda keng bo'lishi kerak. Tonimerga o'tishingiz kerak-da. Hozir Mongoliyadan 1000 ta tuya olib kelishmoqchi bular. O'sha bilan ham bir qiziqib ko'rishingiz kerak-da. Tashlab qo'ysang yuraveradi-da bu cho'lda. Mongoliyadan qo'y olib keldi-yu bular. Hozir bor Konemerda. Shundan keyingi viloyat, hudud, rayon. Bitta narsaki, parrandachilikda ayniqsa tovuq, qo'ydiki bir-biri bilan совмещать qilib bo'lmaydi. Lekin bu katta tavakkal. Qanday shunaqa tavakkal qildingiz? Qildik endi ishlab har qalay mablag' yo'q emas bor-ku. To'g'ri. Mabodoga mani aytibman, u faqat tovuqxonachilik, ko'pchilik tovuqxona u bu deydi. Nihoyatda katta tavakkalchiligi bor, riski bor. Shuni? Mana aytayotgan qo'shig'imdagi to'plangan pulim, anaqam bor-da endi mabodo bir narsa bo'lsa qoplab yuborishga. Chunki bunaqa ishda qarz bo'lib bo'lmaydi. Davlatnikini qancha vaqtida to'lab o'tirsangiz shuncha yaxshi. Yana kengayib yordam beradi davlat. Tushunyapsizmi? Kuyib qo'ygan bizneslaringiz ham bormi? Bor. Mana aytaman, meditsinani qurdik-ku. Men kuymadim. Foydadan emas biz. Foydadan emassiz. O'zini o'zi qoplab turibdi, lekin foyda netu deydi-yu. Foyda netu deb. Aniga foydasi. Lekin o'sha chekka joyda xalq sababi bilasizmi nimaga? Оборудование qimmat-ku. Ular odamlar kasal bo'lmasin. Endi kasal ko'pida ko'p, ozda oz bo'lib qoladi. Nima deydi? Yozda kamayib qoladi. Odam. Оборудование davomli ishlab turish kerak. U anaqasi, u ishlab chiqarish emas u. Odamlardan anaqasi qilish. Aytdi, sal boshqa sistema. Shuning uchun u o'zini o'zi qoplasa ham katta gap, xursand biz. Xalqqa xizmat qilib turibdi-yu. Shu. Mayli mulk, o'zi mulk turibdi-yu. To'g'ri, tegi bor. Tegi bor. O'zini o'zi qoplab turibdi. Tekstil fabrikasini ham yurg'izish hech ham oson emas. O'zingiz o'tirsangiz U ham ishlayapti. Ham ishlayapti. Bir arendaga berib qo'yganmiz uni. Biz endi asos mana aytgani qildik, mana kelib turibmiz. Samarqandga kelsam ham, konsertga kelsam ham oyog'imni cho'zib yotmay, mana kelib Ketasiz. Kelib ketamiz, boshqa iloji yo'q. Endi o'zingiz bolalaringiz yo'q qoladi-da, buni misol deylik faqat tuxumini qilish emas, buni qancha g'alvasi bor, nimasi yo'q. Odamlar bilan bo'lishkim keladi. To'g'ri. Biz ham xursand, odamlar ham xalq. Mana men kecha Rossiyada aeroportda Domodedovoda Rossiyada ham zo'r o'tdi konsertlaringiz. Tovuq haliga qanot zakaz qilib yedik, boshqa qildikda Mansurjon tuxum zakaz qildi. Qo'rib keladi. Ishonasizmi, marla bor-ku doka. Tuxum oqi dokaga o'xshaydi. Vaholanki o'sha yerda dom bor Rossiyada. Tam turmush koni. Oldin parqiga bormasdim. Nima bunaqa qo'rib kelibdi derdik. Endi hozir o'zimiz ishonishni boshladik-ku. Tuxum oqini qarang-da. O'sha minerallari, vitamini yetmagani uchun doka bo'lyapti oqib yo'lokida. Oqsili. Ana kun toshlarni ko'rsatdingiz-a videoda, anaqa toshlar orqasida. Mana buni yerkan dedingiz-ku. Mana shu yerga ham angar qo'shni boshlaymiz. Ikkita. Xudo xolasa. Xudo xolasa mana shu haftaning oxiriga balkim sizlar kelib ko'rib ketarsizlar. Bo'ldi, aytsangizlar. 5 kunda uzoq. Yo'q, Qoraqalpog'istondan necha kunda kirib keladi bu yerga? Yo'q, Qoraqalpog'istondan yaqin 3 kun. 3 kunda keladi. 2 kun 3 kunda keladi, xudo xolasa. Mana angar bo'sh. Ana. Angar bo'sh turibdi. Qurib qo'yganmiz. Biz boshida endi jo'jachalar payti kelgan edik. Mana bu jo'jalar kelgansiz. Bular tuxum beryapti. U yoqqa keldik. 3 marta keldik biz. Mana bu naryadagilar bor-ku, ko'rmadingiz siz. O'tgan safar kelganimizda hali jo'ja yo'q edi. Yo'q edi o'sha paytda. Mana bunday bo'lib qoldi. Bular yana bu yoqqa o'tadi. Bugun ham bir olib kirarsiz? Olib kiramiz. Bir ana muxlislarga ko'rsatish kerak. Siz tovuqlaringizga qanaqa kiyib kirasiz? Tuxum tergan joylari bor. Tuxum terib chiqdim, hozir tuxumlab tergan. Yana terarmiz? Necha marta teriladi kunida? Kuniga bir mahal teradi, endi ertalabda terib olishadi. Lekin kechqurun axlat yig'ishtirishadi. Bu parrandachilik ikkitadan sarig'i. Uni qanaqa qilib? Yo, uni sorti boshqa. Endi nima deydi? To'yib yegan anaqasida oliy sort deydimi? Shunaqa boshqacha ekanda. Ikkitadan ekan sarig'i. Hammasi emas ekan. O'shunaqa hammasi emas ekan, lekin uni tanlab olar ekan. Tanlab olinadi. Bilar ekan. Biladi. Hozir tomoshabinlarga ham qiziq bo'layotgan ekan. Qiziq bo'lsa kerak, Yulduz Usmonova bilan yangi qo'shiqlar, bugungi pastu balandliklar san'atdagi haqida emas, tovuqlar haqida gaplashayotganimiz qiziq bo'lsa kerak, lekin Yulduz Usmonova serqirra inson ekanligini ayol emas, inson. U bu deyapsiz. Serqirra, bittamanmi serqirra? Domda yotganlar qiladigan ishi yo'q.
borib yer olib, Qanaqa? mana eshiklar tagida mana bir parcha yer bor. Mana domimni eshigim tagini qarasa, mana Nilufarga berganman, o'zi qaraydi o'sha domlarga anaqa. Eshigim tagiga ham ekin-tekin qilib tashaganman, o'tiradigan joylar qilib. Odam bir parcha yerda ham qarab o'tiradi agar. Shart emas to'g'ri boqishi, bir parcha yerda ham qaraydi. Imkon Endi boricha. bekor yotib olsa ham umr nimaga berildi? Harakatda ham barakatda. Shunaqa. Haligi umrim bino bo'lib serial ko'rib, serialga hisob-kitob birovda hayoti bilan yashab o'rgandikda. Yulduz, mana qarang, shamol joyda turibmizda, bekorga emas. Hozir Mansurbek aytdilarki, ataylab shu yerga qurganmiz. Shamol, tog'lar kasal bo'lish ehtimoli juda kam dedilar-da. Lekin ana suhbatlashyapmiz, ovozimiz tomoshabinga yetib bormasligi ehtimoli katta. Pastga tushaylik. Tog'larni ko'rsating. Yuring. Yo'l-yo'laga ham tog'lar haqida gaplashaylik, ham san'at haqida. Bugun Instagramda bitta anaqa ko'rdim. Jahongir Otajonov Yulduz Usmonova sudga berib o'tirmayman yana deb turib, mayda bir qatorini aytibdi-da. Men Jahongirni u hazilini sarkazm deb tushundim. Hali u ham qo'shiqlarni o'zlashtirilishiga qarshi, sizga o'xshagan olinglar, men xalq uchun qilganman aytdingiz-ku. Men bolam mendan keyin bu qo'shiqlarni olib o'ziga bosib olish kerak emas, xalq uchun kim aytsa aytsin. Menga qarang. Bitta yubileyingizda Alloh bergan ne'mat, Allohdan ilhom kelmasa yoza olmaysan. Nima haqqing bor seni umuman meros qilishga. U haligi u Allohning ne'mati u. Alloh bergan. Bu o'sha xalqqa, mana shu bugungi xalqqa bergan ne'matda bu. Shu. Endi buni shuni yetmagan odamga gapirish qiyin. To mana shu ahmoqona, to aql kirgungacha omilligimiz, johilligimizni alomati mana shu. Shunaqa. Dunyoga chiqmagan. Dunyoga chiqqanda bilardi sudga berish qanaqaligini. Avvalo yuridik ishlash kerak. Yuridik deganda dogovorlarni qilish kerak, o'qish kerak, ikki taraflama bo'lish kerak. Tushunyapsizmi? To'g'ri. Biz o'sha bitta Hassani yo'qotgandan keyin she'r olib kelganlar, kuy olib kelganlar bilan dogovor tuzib kontrakt tuzadigan bo'ldik. Shunaqa. Faqat shunaqa. Sizni men oshxona ochmayapsiz, siz Ya, endi-chi mana oshxona deyapsiz-ku. Oshxona nihoyatda og'ir biznes. Eng og'ir biznes oshxona biznesi. Hamma oshxona deydi, hech kim oshxonadan foyda qilmaydi. Men sizga aytdim. Restorandan foyda qildi degan odamni o'zi ahmoq bo'lmaydi. Uni bilasizmi kim? Stalovoyga o'xshab uyda ovqatini qilib chiqib, ko'chada sotadiganlar foyda qiladi. Restoranga bir odam kelishi bor, odam kelmasligi bor. Keyin uni produktda to'g'risi hamda bu hamma narsa tikiladi. Nihoyatda og'ir biznes. Haligi ovqatlarni zo'r qilasiz-ku. Ha. Ko'rsatuvlarni kuzatamiz-ku. O'zimnikilarga. Ha. Ashnaqa. Birdaniga 3-4 ovqat bir parallel qilib ketaverasiz. Men aytaman bu uyda hali vaqt bo'lib qolganda polofabrikat qilib qo'yaman. Xudoyim. Mana haligi brokkolilarni olib. Haligi uyingizga borganmiz-ku, hamma payt dasturxon. Lekin yaxshi ko'raman, bilmayman. Men uyimni yaxshi ko'raman. Menimcha har bir ayol uyini yaxshi ko'rsa, haligi nima deydi, uyimdagilar sog'lom ovqat yesin desa, g'imir qilib ekonomika-ku bu ham. Shu. Ekonomikada aslida bunda o'ylab qarasangiz, qanaqa qilsa, masalan, rostdan men ham o'ylamayman haligi u dietaga yugurib, internetdan ko'rib, yugurib hozir qilmaysan. O'rganib chiqasan, har bittasini anaqa qilasan, spiska qilasan, nimani qilsam, qanday qilsam, ham shirin bo'ladi, ham ekonomna bo'ladi, ham bezyon bo'ladi, hammasi. Bu ham ekonomika aslida. Odamlar go'sht bo'lmasa ovqat qilmay turib oladi. Sabzavotni o'zini ovqat qilsa bo'ladi. To'g'ri, boridan nimadir qilish haqida o'ylamaydi. Emas. Meditsina. Bo'zatuvda hali boshlamadi, yerimiz turibdi, hali boshlamadik. Chunki o'sha yerda boshlamoqchi bo'lganimizda bizga bank ancha qiyinchilik nima deydi, sozdavать qilishganda. Yulduz opa, keyin yana bitta narsa bordi. Hozir 90-yillar stilistikasiga o'tib qoldi bizni qo'shiqchilarimiz. Kliplar shu yo'sinda ishlanyapti to'liq. Qo'shiqlar formati. Nostalgiya. Ohanglar bir xil bo'lib ketyapti. Lekin sizda u narsani kuzatmadik. Boshqalarning shu nimasini ko'rib, qanaqa baho beryapsiz? O'zimni ham qo'shiqlarimni kallasini olib tashlab turib, o'zini kallasini qo'yib aytishyapti-yu. Hozir shunaqa narsa chiqibdiki, unda qo'shig'im qo'yadi-da. Ovozni kesib tashar ekanda.
ovozingni pasaytirib kesib tashlar ekanlar. Aranjirovkasi qo'yadi, ustiga targ'aturuq qilib, boshqa ag'dan bag'dan qilib, o'sha garmoniya qoladi, o'sha xuddi shunaqa kuyni ag'dan bag'dan sal boshqacharoq qilib qo'shiq qilishyapti. San'at emasda bu. Ular ham vaqtinchalik bo'lsa kerak. Vaqtinchalik. Vaqtinchalik. Ana bu bir ikkita bitta tug'ilgan kuningizga borganman. 20 dan ko'p qo'shig'i sovg'a qilib yuborgan. Sizga kelib o'zingiz qo'shiqlaringizni aytishgan. Shu qo'shiqlarni sovg'a qilib yubordingiz-da. Keyin Yulduz bilanmidi? Nasriddin Sirijinovni ko'rsatuvi milliy. O'shanda ham birinchidan hamma qo'shiqlarni tahlil qilyaptilar aytilishini, shu joy-joyga keltirib. Keyin sovg'a qilyapsiz-da. Aytinglar. Ha. Chunki meni qo'shig'imni aytishga texnika kerak. Shuda dard ham kerak ekan lekin. Dard ham kerak, texnika kerak. Hech bo'lmasa texnически o'sadi degan maqsadda bu ham bir maktab. Berib yubordingiz lekin. Berdim, lekin olib ketgan olib ketaldi, olib ketolmagan olib ketolmadi yani. To'g'ri. Kim shunchaki qo'shiq deb qabul qildi, kimdir maktab deb qabul qildi. Rahmatli Shuhrat Qayumov maktab deb qabul qilganda. Tushundingiz? Yaxshi anaqalar bitta ikkitasi aytib ketdi-da, ayta oldi. Tortib ketolmaydi, hamma ham san'at. Siz aytgan urg'uni joyiga qo'yib ayta olmagan aytmadi keyin shu bilan. Aytolmaydi. Urg'uni joyiga qo'ya olmadimi, demak hofiz emas. Bu joyni men mana bu dard bilan aytuvdim degandingiz-da o'shanda. Kimda o'ylab qarasam, qo'shig'i ham tahlili boshqacha bo'lar ekanda. Uni faqat uni ijrochisi bilar ekan, qayerda u dard borligini. Yozgan odam o'zi biladi, yozib ijro etgan odam o'zi biladi. Lekin bugun qo'shiqlar dardsiz. Ya nimaga dardlar bor? Ovozlar hissiz. Mana qarang, namozni xo'ja ko'rsinga o'qiyapti. Siz uni qo'ying, buni qo'ying. Roman, mana men endi hozir gapirsam g'iybatga kiradi. Meni haqqim yo'q gapirishga. O'tirib o'ranganlarda vino ichib o'tirganini ko'ryapman. Tishimga qo'yib o'tiribman. Yo'q, masalanda endi buni gapirib bo'lmaydi. Alloh meni o'zi kechirsin. G'iybat tariqasida emas, hozir gapirayotgan gapingizga. Cho'mmaga boring, litsemer bo'lib qoldi-da odamlar. Munofiq. Yolg'onchi deydimi, nima deydi? Shunaqa bo'lib qoldi. Cho'mmaga boring. Men buni o'shancha gapirgim ham kelmaydi. Bu temaga kirgim ham kelmaydi. Siqilib qolaman. Ha. Men aytaman-da, Allohga shukrona aytmagan, Allohni aldashga harakat qilgan odam men kim bo'pman? Men hech kim emasman. Mana shu yerga ham ikkita angar. Ha, bu yerda angar bo'ladi. Bunaqasiga quraylik deyapmiz. Ikkita angar tushadi katta. Nima qilinadi uni? Unga to'xona bo'ladi. Buncha millionga olib chiqamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Eksport o'zi chet elga ketyaptimi, yo'qmi? Toshkentga. Yo'q, chet elga hali. Afg'onistonga ham qilishayotganlar bor. Yo'qmi? Hali ruxsat yo'q. Ha, lekin rejada bor, ha? Reja. Yo'q, bizda bu soat ruxsat bersa olib ketadi. Ha. Biz hech bo'lmasa 1,5 millionga, 1 millionga chiqishimiz kerak-da, o'shanda. Chunki xalqimizga menimcha shu yerda o'zida ham talash ekan, lekin. De, mana Toshkent olib ketyapti hozir. Toshkentga yig'ib beryapmiz. Hali 80 mingta xolos-ku tuxum berayotgani. To'g'ri. Bularni davlatda bitta qilayotgan to'g'ri anaqasi bor. 80 mingta, 200 mingta bilan eksportga ruxsat bermaslik kerak. Sababi o'zimizga yetkazib turish kerak-da. Narx bozorda ham ushlab turish kerak-ku. Ha, to'g'ri. Ha, 1 million bo'lsa 1,5 millionni bering, 1,5 millionini Sheymatga deydi. Shunaqasini. Ha. Lekin hammasini eksport qilib yorsa, o'zimizda narx o'ynab qoladi. U shahar tomonlarga ham o'tyapsizmi Navoiy kelganda? Va oldin o'sha yerda qoladi. Hozir bu yoqqa hali o'taman. O'taman hali. Bir kechga o'taman. Ya, Navoiy gullayapti. Yana ham ko'p ishlar qilinyapti. Aha, mana cho'lgacha mana keldik-ku mana. Cho'lgacha, cho'l ko'pet. Ha. Mana yerda yem chiqaradi. Ha. Navoiy asos cho'ldan iborat asli. Choyni kim tanladi? Mansurjon. Bizda nima deydi? Sevgilim deysizmi? Hayotim. Hayotim, ha. Bir paytlar unvonlar berishman qo'limda edi, 1 yil. Hech kim olmadi unvon o'shanda. Lekin menga shunaqa katta summalar va'da qilishdi. Hozir kimdir unvon olganini eshitsam, shu narsa hayolimga keladi dedingiz-ku. Voqea bo'lgan bu bo'yicha endi. Bu qachon anaqa deputatlik paytingiz bo'lganmi? Unvonlar masalasi? Unvonlar masalasi? Hech kim olmadi degansiz o'sha yerda. Men o'sha 2 yil bo'lgan bo'lsam, o'sha yerda hech kim olmagan 2 yil unvon. Men bitta davrada bo'lganman-da. San'atkorlarimiz o'zi nega unvonga bu darajada o'ch, men tushunmayman. Lekin o'zini paytida unvonga qarab gonorar olinardi, unvonga qarab qilinadi. Hozirlik o'tda yo'q, to'y odamlar unvoniga qarab chaqirayotgan yo'q, to'yga payz yo'q, bor edi, zeriktirib oladi deydi. Masalan, o'tgan yil aynan san'atkorlar
san'atkorlar bilan bir davrada bo'lganimizda san'atdan chiqib ketib yana kirayotgan qo'shiqchilar bor. O'shalardan bittasi Omin qilyapti-da. Ilohim kelasi prezidentning o'zini qo'lidan unvon olish nasib qilsin deyapti-da. Unvon olish uchun men qo'shiq aytardim. Nimaga yo'qolib ketdingiz orada desa, unvon berishmadi, men shuncha xizmat qildim. Manki Endi tushundingiz-a farqimizni? Ha, shuda. Menga Allohga shukr berildi, lekin berilmasa unvon kerak emas. Men xalqqa bo'lgan. Tushundingizmi nima? Mana farqimiz qayerda. Unvon Yulduz Usmonovani qilmadiki. Yulduz Usmonovaga unvon berilgan bo'lsa, bir marta medal taqqanimni ko'rdingizmi bular yerda? Yo'q. Ha, uyalaman. Men xalqni oldiga nima deb chiqaman? Unvon uchun bo'layotgan ekan demaydimi? To'y qilsa, topgan pulini dasturxonga qo'yib mehmon chaqirsa, menga shu mehmonlarning ishini topshiryapti. Это для меня большая честь. Ana qayerda unvon? Menga qarang, siz uyingizni ishlab topganingizni bitta san'atkorga topshiryapsiz. Mehmonlarni xursand qilib, sizga siz ham tamadasiz, ham san'atkorsiz, o'sha yerda anaqasiz. Bu juda katta unvon, juda katta ishonch agar tushungan odamga. Farqimizni tushundingiz-a? Qarang, o'shanda olmaganlar keyin 2 yildan keyin olgan-ku. Nima bo'ldi? 2 yil umringiz bekor ketmadimi ular bilan kurashib? Yo'q, покрайней мере, men so'z chista. Mana nima qilaman? Endi bilasizmi, bir tomchi bo'lsa ham haqiqatga kurashsangiz, o'sha hisob. Olding nima bo'lding? Olmay yana 2 yil umri uzaydi-da o'sha san'atkorlarda. Yo'q, o'sha sahnalarda bilinib qolar ekan deyman-da. Endi-chi erish tuyulayotgan bo'lsa, o'sha uni olmagan emas, mana uni olganiga erish. Davlatda shunaqa narsa borki, davlat unvon beradi-ku. Xalq artisti bilan xizmat ko'rsatgan artistni adashtirib qo'yishadi. Shunaqa. Xalq artisti bu xalqni любимчиga, xalqniki bo'lish kerak, xalqqa xizmat qilgandiki. Заслуженный. Sizni tadbirlaringizga aktiv qatnashganda qo'yishingiz mumkin, lekin xalq e'tiboriga tushmagan bo'lsa, siz xalqni muhabbati bilan o'ynamang degan odam yo'qdi. Lekin men ashunchadan ham davlatga ham ishga kirmayapmanki, shunaqa gapi bilan sasib qo'yib, anaqa qilmay deyman-da, nima deydi? Sasib qo'yaman-da, shunaqa aytib qo'yaman. bo'lganmi? Nima deb o'ylaysiz? Ko'p bo'ladi. Aynan qaysi lavozimlarga. Endi gap lavozimda emas, katta lavozimlarga taklif bo'lyapti. Men endi hozir ochig'ini aytdim, davlatga, xalqimga xizmat qilaman. Mana bu ham xizmat. Lekin o'tmang lavozimga iltimos. Lavozim kerak emas. Sizni yo'qotib Menga qarang, qo'ymaylik. lavozimda ishlashga ham asab kerak, kuch kerak, g'ayrat kerak. Lavozimga g'ayrat qolmagan. Men bilaman, это katta podxoz. Sen bitta o'zing harakat qilgan bilan 10 ta o'g'ri senga qarshi tursa, hech nima qila olmaysan. Mana yangi qilin, mana taqilnardi, hozir mana qilishdi yemxonani. Yemxonani ham o'zinglar ochdinglar. Yo'q, bu buncha yem Sotib olib ketirib to'ydirib bo'lmaydi. Qilsak mana elaydi. Mana qarang. Ko'rdingiz? Ha. Yog' tashlanadi. Bu juda yem anaqasi qilinayotganda. Eshitayapsizmi? 20 xil narsadan yem qilinadi. Solinadi. Siz endi-chi tuxum bor-ku. Tuxumni olingda, bizni tuxumni olib chaqingda. Chaqamiz. Любой boshqa to'yxonani tuxumini chaqingda, oqini solishdi. Lekin kelganimizda shunaqa deyishdi. O'sha biz keyin hozir uyoqlardan so'raydigan bo'ldik. Oqir, to'la. Men sizga aytyapman, Moskvada kechagina tuxum zakaz qildim. Prozrachniy bo'lib yotibdi. Bizda bilmas ekanman, bizda ya'ni vodiyni tuxumini yaxshi olmas ekan Toshkent. Mana bir Toshkentga olib ketyapti, Navoiydan Toshkentga olib ketyapti. Hozir uni ham ko'rasiz, yig'ishyapti. Endi-chi tuxum deganda oqsili baquvvat bo'l, tuxumimiz baquvvat bo'lish kerak. Uni tuxumni quvvati uchun yeyiladi-da. Lekin tuxumni haligi sport bilan anaqa qilganimiz uchun tuxum yeymiz er-xotin ham. Tuxum yeymiz mana. Qancha shug'ullanasiz bir kunda? Dorilar, Men bir haftadan beri shug'ullana olmayapman. Moskvaga ketishimdan oldin bir kirganim. Yana bitta intervyuzni ko'rdim. Feruznikida kusogini olib tarqatish kerak. Men qizimga borib, qo'shiq aytaman, sahnada onasi, qizi degan gap yo'q dediz-ku. Shu sahnadagi sulolalar masalasiga qanaqa qaraysiz o'zi? Nima aloqasi bor sulolani? Sahnaga nima chiqyapti? Men qizimga aytganman, xalqni kritikasiga, olqishi yaxshi, kritikasiga tayyor bo'lsang. Negativiga. Xato yuzasidan ham qattiq gapirib qo'yish mumkin. Ertaga kechirim ham so'rar balkim. Xalqimiz bugun xafa qilib ertaga kechirim ham so'rashi mumkin. Noto'g'ri o'ylagan ekanmiz deb.
Lekin o'shanga tayyor bo'lsang chiqqan deganman boshdan bosh. Shunga tayyorman dedi, chiqdi masalan. Lekin unga tayyor bo'lmasa, nima aloqasi bor? Men ertaga qizim orqasidan nimaga unaqa deyapsan, deyapsan, men orqamdan qizim nimaga unaqa deyapsan deb chiqdim bir amatda yo'q. Aloqasi yo'q. Mardi maydon bet. Tushunyapsiz? Endi Nilufar Usmonova alohida mavzuda Instagramda hamma kommentlarni o'qib chiqdim. Onasiga rahmat. Yulduz Usmonova qiziga zo'r. Lekin Nilufarga negativ kam nimagadir to'g'risi. Yo'q, endi hech kim bilan ishi yo'q bu qizni. To'g'ri. Men bilan ham uncha ishi yo'q. Shu. Onasidaqa yaxshi ko'rana qiladi, subordinatsiyani yaxshi qo'yganmiz-da. Bolam, sen nech pul topyapsan? Nech pulga boryapsan? Nima bunaqa yo'q, biz hech pul masalasida shaxsiy kim bilan yashayapsan, kim bilan yotib turibsan degan anaqa yo'q. Uni o'zini shaxsiy lичность bir shaxs u. Uni shaxsiy territoriyasi bor. Lekin u qiziz pishdi, o'zi pishdi. Agar loyiq deb bilmayotgan bo'lsa maslahat qilishdi, demak shunday kerak. Lekin Drujba xalqlar do'stligida hammadan kech konsert berdi. Siz ushab turdingizmi yo'q, o'zi xabar qilmadimi? U yetilay ozgina dedi, yana ozgina. Bitta qo'shiq qilganlar ham chiqib ketaverdi-da. Endi nima dedi? U kech berdi, lekin oyog'ida turganda berdi-da. Munosib berdi. Oyoqqa turib berdi. Qo'shiqlarni yig'ib berish kerak-da. Men sizga boshqa narsa aytaman. Uyda mana qizim, nevaralarimni o'tqizaman hozir. Qizim ham eshitsin deyman-da. Chunki issiq jonda, poppada o'lib qolsang ham hammasini xabari bo'lish kerak. Hey. Mana bu uyni qurdik, qildik. Va uchastka menga ekanda xursand bo'lman. Sen mana to'layotgan svetimizga Masturjonga aytib qo'yaman. Hayotim, sekin mana xarajatlarni ko'rsatib qo'ying. Mana sveti bor, gazi bor, jarti bor, jurti bor. Uyda ushash kerak. Suv oqib ketadi, turbasi yorilib ketadi. Aytini kovla, daraxt tagini qara, yemini ber, anoni ashnaqa. Содержаниясiga, ya'ni mana shu uyda uchastkani вот это роскошь хорошо. А сколько содержания ketyapti? Tayyormisan shuni sodержать qilishga? Sen o'shani o'yla. Ana ashana ko'p gapiraman, olib o'tirib. Ana o'sha narsalarni pul topishda, ishlab pul topishda harakatingni qil deyman. Mana men senga uchastka beryapman, ana yashavermas. Mendan keyin chiroq yoqib o'tirishing vazifang bo'ladigan bo'lsa, chiroq yoqib o'tirish uchun seni ham bola bermagan Nilufar deyman. Bolalarga qarmoq berishni o'rgat. Ber qarmoqni, baliq tutib yeyishni o'rgansin. Baliq berma. Nechta odam baliq bo'lsa pishirishni ham bilolmayapti. To'g'ri. Nevaralarni ham olib kelganman dedilar-ku. Olib kelib, mana sekin Masturjon hozir o'zimiz anaqamizni qilgandan keyin ularga ham o'ziga angar qurdiradi. Shunaqa maslahat bo'lgan hayotim. O'zlariga angar qurdirib, o'zi investitsiya qilib, o'zi kredit olib, o'zi anaqa qilib, ishlatib o'rgatish kerak. Muomalani o'rganish kerak, ishchilarni ishlata bilish kerak. U haliga ishchilarga davay degan bilan bo'lmaydi. Doim kontrolda. Bitta jo'jalarim bor. Kamoliddin aka. Bularni keyin transport shunday 3 karra kirmasdan maytdan chekka boshidan ko'rib qolishsin. Keyin tuxumimizga Anvar, stressmi? Yo'q, mumkin emas. Sanitariya. Sekin chekkasidan kirib ko'rib chiqaryapmiz. Men hidiga mazam qochdi ozgina hali. Kechga olib chiqib ketadi mahalatini? Hay, bir kirib ko'ringlar. Yo'q. Lutchi bir yana tuxumxonani ko'ra qolamiz. Lutchi-da jo'jalar, Yuringlar. Bizneslaringiz ichidan qaysi biri ko'proq yoqyapti sizga? Bumi yoki Endi bizneslarga hammasi yoqadi. Baba haligi pulingni tikasan, umringni tikasan, yuring bu yoqqa. Mehr berasiz. Borib butun shetda bo'lgandan keyin mehr shetda bo'ladi. To'g'ri. Pulali jigari qonidan bo'lganda. Mana shu endi albatta biz anaqamiz detishi deydi-yu. Bolalarimizdek baribir. Biz o'zi shu kelayotganimizda, hozir men nimaga aytdim-da, Shahnozaga. Hamma narsani Yulduzga yopishtirishadi dedim. Lekin uni qachon shu ishga vaqti bo'ladi? Kimnidir klipda birovni oyog'i sinsa, shu internetga chiqsa ham Yulduz uyushtirgan bo'ladi. Kimdir otasini topa olmasa, kimdir qo'shig'ini adashtirib aytib qo'ysa. Hamma Yulduz qachon unaqa narsaga vaqti bo'ladi? Bitta narsa aytaman. Vaqt bo'lmaydi unaqa narsaga deyman-da. Chorni PR deydi-yu. Yulduzni gapirsam, Yulduz menga javob bersa, men populyarni bo'laman dedi-da. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun Yulduz hech kim bilan ishi bo'lmay qoldi. Biring o'lib, biring qo'ydan bo'ldim. Xudo ko'rib turibdi. Kim bilan? Masalan, ertalabda turib necha soat uxlayapsan deysiz. Meni uyqusiz kechalarimni uvola tutmaydimi bu gaplarga?
Mana uyqusiz yurib, mana mehnat qilib, shuncha odamga ish qilib beray, shuncha foydam tegsin xalqqa deb. Men o'ylayman-da, men bilmadim, balki savolim bu yerda qolar qolmas. Nimaga masalan odam baribir haddini, kuchini, darajasini bilish kerak deb o'ylayman-da. San'atdan chiqqan san'atkor nima bo'ladi? Eshigim tagiga taqillatib kelgan ko'p san'atkorlar o'zimga tashlaydi-ku yillar davomida. Mana 30 yillar bo'ldi. Hech kim o'sha oxirgi naqalardan keyin qo'lim yuvib, qo'ltig'imga artib "до свидания" deganman. Hech kim bilan o'tirmayman, turmayman, gapirmayman, eslamayman, ishim yo'q. Men san'atkor bo'ladigan bo'lsam, xalqqa men o'zimni ijodimni qilaveray. Lekin shunga ham qaramasdan mana shu kunlarda yana bir qanaqadir problemalar bo'ldi. Mana arzimagan bitta qizchadan problema oldim. Uni ham o'zi aybdor. Yo'q, mana men sizga bitta narsa aytaman. Shu turishga qaraganda mana har kim nima desa desin, shu agar meni munosabatim agar shu vaziyatga bo'lsa, odamga shaxsga emas. Masalan, deylik, o'sha Ozodani o'sha yerda yo'q ekan o'sha maydonda. U qizda umuman ayb yo'q. Agar hozir sudga bersa 100% yutib chiqadi. Aloqasi yo'q. To'g'ri. Sizga nima taksida ovqat olib kelayotgan odam urilib ketgan bo'lsa, sen ovqat zakaz qilavering, men sen kelayotgandim, mashina urib ketdi deydi. Sen ishingni qilayotganding deydi. Yana to'g'rimi? Uni kim chaqirgan bo'lsa klipga, o'sha javob beradi. Misol deylik, agar bilmayman, u ham yana bir aytaman, yurist qaraydigan bo'lsak, чисто по ситуации o'sha Ozodada ayb yo'q deb bilaman men. Haqiqatga tik qarasak shunday. Haqiqatga tik qarasang, u qiz ayb yo'q hozir. Uni pul berish kerak. To'g'ri. Berdi lekin u bechora. Qatar bo'lsa bo'ladi. Kimdan so'rab kelding klipga? Nima maqsadida kelding klipga? Shartnomang bormi? Shartnomang bormi? Bilyapsizmi? Shunaqa joylar. Shartnoma bo'lishi kerak. Hozir biz unaqa zamonda yashamayapmiz. Umuman doktorlarga nisbatan ham bunaqa qilib baqir chaqir qilayotgan blogerlarni ham sudga berib anaqa qilish kerak deb o'ylayman. Chunki juda xunuk holat bo'ldi-da mana shu. Men ko'rmadim, eshitmadim, lekin men bizning mediklarimizni to'g'ridan-to'g'ri. Menga qarang, 16-Gorbanitsa Nyatloshka. Nima deb o'ylaysiz, kuniga nechta 24 sutka, 24 soatda bir sutkaning ichida nechta odam keladi deb o'ylaysiz? Ancha keladi. 1000 ga yaqin kelsa kerak. Undan 2000 ga yaqin aylanar ekan. Voqea bilan ekstremda keladi. To'g'ri, har Biror marta zaражение bo'lganini yo biror marta bo'lsam bular o'sha topda tikish kerak. O'sha topda tikyapti. Tushunyapsizmi? Oy, anav doktor anavdida, asha doktor avariya paytida. Mana sizlar bizda avariya bo'lib, srochna tushganda asha doktorlar jonini saqlab qoladi. Nima unaqa hisoblanmaysizlar? Biror marta biror narsani noto'g'ri qildimi? Ishlayapti bizda doktorlar ham. Unaqa deyish yaxshi emas. Хочешь что-то высоко, puling ko'p bo'lsa bor. O'sha yerda davolan, lekin bettikini yomon dema. Nechta ekstremniy operatsiyani, nechta ekstremniy avariyaga birinchi bo'lib kim yetib keladi? Militsiyadan ham oldin, pojarniydan oldin doktor yetib keladi. Skoriy pomosh. Ne unaqa hisoblanmayapti? Endi hozirchi shunaqa zamon bo'lib qoldi. Masalan, zamonda emas. Katta ishlar qilinadi. Nimaga odamlarga ayb qo'ymayapsiz? Odamlarchi? Yo'q. Bir tarafda eshitib baho beryapsizlar, hey musulmonlar. Shunaqa. Ikki tarafda eshitdinglar. Men aytmoqchi bo'lganim, katta juda katta ishlar qilinyapti-da, bu zamonga kelib. Lekin kichkina nima deydi, kamchilikni ko'tarishadi, butun dunyoga chiqazib yuboradi-da. Lekin katta bo'layotgan ishlar ko'zga ko'rinmay qoladi. Masalan, bilasizmi, biz doktorlarda butun dunyoga sharmanda qilib o'sha o'rtasiga. Bu vaholanki bizga kosmetik operatsiya qilganda bizga kelishadi, chetdan kelishadi bizga. Stomatologiyada bizga keladi. Stomatologiya Amerikadan, Fransiyadan. Va Yo'q, nimaga bu taraflarni aytmaysizlarda? Kechirasiz, sizni haligi bir tonna bo'lib, kitga o'xshab, buqaga o'xshab semirib ketgan bo'lsangiz, bu sizning problemangiz. Siz haligi yog' bitmaydi. Uni chet el Amerikaga borsangiz ham bor. Avval och qolib, ozib kelgin deydi. Ukol yozib beradi, ukol bilan ozaysan, dieta qilib ozaysan, undan keyin kelib bir yog'ingni kesadi. Bitta misol deylik, qanchadir vez tashab kelish kerak bo'ladi-da. U shundayligicha olib o'sha ishni. Men hozir bularga, blogerlarga boshqa biring qo'y. Meni ishim yo'q. Meni doktorlarimiz himoyasini anaqa qilyapman. Они же работают. Bular ishlayapti-ku. Koronavirus paytida nechtasini o'limdan saqlab qoldi, o'zini o'limga tashadi. Siz shu haqiqatga klinika ochgandan keyin yetib kelgan bo'lsangiz kerak. Yo'q. Avvalroq. Bu klinikani aloqasi yo'q. Yo'qmi? Chunki vaziyatga ichidan kirib borasiz-da. Yo'q, vaziyatga ichidan yo'q, haqiqatni betiga qaranglar. Niyatloshkani qaranglar. Men o'zim avariya bo'lganman-da 3-4 marta.
O'limdan qolganman. Mana hozir hamma aytadi, "Voy, burnini vodka quyildi Usmonova nos." Вы знаете, у меня нос mana odam burni katta bo'lsa, sinsa suyak sinadi. Menda xirash singan. Uni tuzatib bo'lmaydi. Mana sizga o'xshagan puchuq burun ichi kirib ketgan. Ana o'shani tiklab haligi nima deydi, anaqa implant bilan to'g'rilagan. Men necha marta qovurg'alar singan, yelkalar singan. 3-4 marta o'limdan qolganman. Men avariya o'zim bo'lganman, bilaman. Doktorlarning ko'ziga mundaq qilib qaraysan. Siz hech yiqilgan bo'lsangiz, oddiy misol. Mana shu yerdan turib aytsin, appenditsit bo'lgan bo'lsa odam. Appenditsitni o'zi semiz odam bo'lib qoladi-yu. Qanaqa uzoq bitadi ko'rganmisizlar? Uzoq bitadi. Boshqa bir yosh bolaniki bir 20 kun, 1 oyda bitsa, uniki 3 oy, 4 oy, 6 oygacha boradi. Yo bitmaydi. Appenditsitni aytyapman. Nimagami? Yo. Yog'i bo'lsa. O'rtoqlar, oldin bunaqa semizlik bo'lmasdi, harakat ko'p edi. Hozir semiz ko'p. Harakat kamaygan chunki. Harakat kam, ovqatimiz ko'payganda ko'payyapti. Shunaqa. Lekin ovqatni ham endi yog'li qovurib yeyish kerak, xamir yeyish kerak. Xamir yeyish kerak, men xamir yaxshi ko'raman, lekin men bir oyda bir marta yeyman. O'zimga norma qilib qo'yganman. Men ham yaxshi ko'raman. Xamir ovqatlarni zo'r qilib tugasiz. Lekin o'zim yeydigan bo'lsam, o'zim qilaman. Ha. Qilaman, lekin 4 ta 5 ta yeb qo'yaman ashi bilan, lekin uni ham soatigacha yeyman. 5 dan keyin yo'q. Yosh tartibga solgan ekansiz. Tartibga soat. 5 dan keyin ovqat yo'q. Salat, kofe bilan aldab qo'yaman. O'zi so'p. Silovoylar katta-da. Yo'q, o'shani intizomi ishlab chiqdim. Men ja kuchli emasman. Men yana bir aytaman, men ham qiynalaman. Kechasi uyqum qochib, ko'zim chaqchayib, hali nimani yesam ekan deb qoladigan odatim bor. Suxarik olib kelib qo'yganman haligi. Xliptse deydi-yu. Ja bo'lmay qolsa, hali xliptsini yeb turib, uxlab qolaman. Haligi achishib ketadi oshqozon. Endi boshda qiynaydi. Oshqozon kestirgan odam ham achishadi oshqozon. Shu. Qiynaladi. Shunaqa qiyin narsa ekan. Endi hozir uni hisobini olmasdan yugurib, nima deb o'ylaysizlar? J-Lo intervyu beryapti masalan. Это больших денег стоит, большого труда стоит, это большая сила воли стоит, deyapti. Красиво выглядит. Это дорого. Doriga. Arzon kosmetologga borsang, qiyshaytirib qo'yadi. Bitta labini katta, bitta labini kichkina qilib. Qimmatiga borasan. Operatsiya, qimmat joyiga borasan. Sport doimiy ravishda bu havo olayotgandek kerak bugungi kunda. Определенный kaloriya yoqish kerak-da baribir. Endi biz buni anaqa qilib bir yog'ida eshitib, ikkinchi yog'ida eshitmasdan, men ham yurist bo'lganim uchun aytayapman. Men ham yuristman. Ya, bilaman. Men bekorga anaqa qilganim yo'q. Men tergovchi bo'laman deb yuristlik anaqa qilganman. Men agar anaqa qilsak, juda men san'atda katta yo'qotish bo'lardi. Lekin tergovchi ham zo'r bo'lardim menda. Men tergovchi bo'laman deganman. Men lekin bitta narsaga qoyil qolganman-da, bir intervyu olishga borganmiz-ku. Madaniyat ma'rifat kanalidan, Yulduzdan hamma qo'rqib turibdi hozir Yulduzim. Birinchidan Yulduzni yaxshi ko'rib montaj qilaman dedim. Men unga minus ketadigan gapini qoldirmayman hech qachon. Chunki siz ko'ngilli odamda gapirib yuborasiz, lekin men shundan Yulduzga yomon fikr keladi odamlardan deb o'sha joyini olib tashlab boshqacha qilib beraman. Ko'rasizmi, jurnalistda. Вот xuddi shunaqa. O'zini kasbida jurnalistlikda qo'rqmasdan tosh yurgan, kasb tosh yurgan odam. Qaysi doktor, masalan, oddiy misol, shu o'lib qolsa yo shu yomon bo'lsin deb aytadi. Buni o'zini obro'si-ku. Men aytmoqchi bo'lganim, anaqa savol beramiz, savolni tahrir qilib boshqatdan beradi-da. O'sha darajada anaqa intellekt bor-da, masalan. Aytaman, Yulduz darajasida intervyu qilish kerak. Bunda tushib intervyu qilsangiz, shunday javob berib tashlayveradi deyman. Voy, mana hali konsert paytida 2-3 ta yosh bola kelib, jinni savollar berib tashadi. Emas. Shunday qaradi, ochilib qoldi. Shunga mikrofon bergan sizni qarashingizdan bilaman-da. Shunday qaradingiz-ku. Men aytdim, hozir mikrofon bilan boshiga solmasangiz. Ya, men aytdim, so'z bilan soldingiz lekin. So'z bilan soldim, lekin 7 yillik intervyularni ko'rib chiqdim. Savol berilgan qanaqa, kim bilan? Mana qarang, primitivniy savollar emas. Masalan, o'sha ko'pchilik motivatsiya deb qabul qilayotgan odamlar haqiqatda motivatsiya olib, to'xtash xotin nima qilyapti? Necha soat uxlayapti? Qani, men ham uxlamay ko'raychi bir 2 kun. Men yana oddiy misol aytaman. Ibodatda ham ish ko'p. Ham sog'lig'ingga, ham ruhiyatingga, ham barakatingga. Men qarang. Bu haligi odam, men yulduzmanda har kuni oynaga qarab kiprigimni bo'yaganda nima bo'laman? Tamara xonimga o'xshab, men ikkita odam yetalab, endi har kuni men yulduzmanda yoshlarni boshida jong'oq chaqishim kerakmi? Flag вам в руки, вперед. Работайте. Ish. Davom. Odam izlanish kerak. Men haligini aytayapman.
bir tergovchi sifatida, yurist sifatida qaraydigan bo'lsak, ikki yoqda eshitishni o'rganish kerak. Haqiqatni aytish kerak. Egri odam bugun yutadi, ertaga yutqizib chiqadi. Shunaqa. Chunki vaqt oliy hakam joyiga qo'yadi. Shu darajada qadrsiz bo'lib qoldiki, kecha chiqqan kosmetologga borib yotyapti. O nima bo'ladi, yuzing buzilsa? Nimani o'ylab boryapsan? Kosmetologga. Nimani o'ylab boryapsan? Yoki bo'lmasam oshqozon kesaman. Avval nafsingni tiy. Ha. Men sizga boshqa narsani aytaman. Uyog'imni kesdim, mana endi hozir ozaman. Oson narsa yo'q. Ozish va formada ushlash yo ikkita yo'li bor. Yo sizni oshqozoningiz kasalmandlikdan ozasiz. Shunaqa? Yoki bo'lmasam bu katta mehnat, mashaqqat. Ochlik emas, правильный питание, bu doimiy ishlab ovqatlaringizni kontrolga olasiz. Har baloni og'zingizga tiqmaysiz. Voy keling mehmon oling, hamma yoqqa qo'ying, tiqormaysan. Osh bor, orqasidan shirinlik yeysan, shokolad bilan qo'shilganlarni ham ko'ryapman. Nafsingni tiyasan. Bu mana davolash kerak avval. Ozish uchun, oshqozonni kesishdan oldin. Keyin doktorlarimizni murojaat qilmoqchiman. Mana hozirgi chiqqan ko'komokolar chiqyapti. Men tanimayman ularni, o'shancha aniq qilmayman. Lekin eshityapman, juda katta g'alva. Menga ko'p savol bo'lyapti. Shunga bir javob berib ketaylik deyapman. Shunaqa. Halima o'ldi. Kim aybi bilan o'ldi? Nima deb o'ylaysiz? O'zini aybi bilan. O'zi ham bildi. Bildi. O'shaning uchun o'lgisi kelmay, yig'lab, yashagim kelyapti deb anaqa qildi. Xo'jayinim yugurdi, yo'q. Hamma narsa siz bilan maslahat qilardi deyman-da. Lekin menga aytmay, hatto xo'jayin turmush o'rtog'iga aytmay kirib ketdi. Na opalariga ham hech kimga aytmagan, bilmayman, agar bilgan hech kimga aytmagan ekan. Opalar biz xabarimiz yo'q deyapti. Hamma g'aflatda qoldi. Endi menga bitta narsani ayting. Mana men Turkiyada o'zini paytda shu operatsiyalar qilinmagan emas, qilingan. Biz qilganmiz. Majburiyatdan, sog'liqdan qilingan bu narsalar. Siz ham oshqozoningizni kestirgansiz? Yo'q, oshqozon emas. Bular oshqozondan ketmadiki. Bular lipaksatsiya. Yo'q, nima deydi hozir? Abdominant deydimi? Qarangda. Qaysi doktorga borsang bor, ozigin deydi avval chet elda. Ozib kel deydi. Ozibga yog' qolmaslik kerak, qorni osilib qoladi-yu. Terni tikadi. Yog' tiksa, yog' bor joyda go'sht ham tez sasiydi, yog'liq go'sht. Biz ham bir parcha go'shtmiz-ku. To'g'ri. Yog'liq. To'g'risida, shuncha yog'im bilan nimaga ishonib boryapsizlar? Nima uchun sizlar reklamaga qilyapsizlar bu narsani? Men reklama qilmoqchi edim. Кто такая, что рекламировать это? Sani sog'lig'ingga kerak bo'lsa qil. Bu o'ynashadigan narsa emas sog'liq. O'zini sog'lig'i bilan o'ynayapti. O'zingni hayotingni qiymati yo'q, hammamizni boshimizni og'ritib, g'alva qilib. Bu birinchidan. Ikkinchidan, Turkiyada bo'lganda bizni doktorlarimizga har baloda gap otyapti. Gigiyena yo'q kasallarni o'zida borib muolaja qildiradi-ku, operatsiya qildirgandan keyin, amaliyot qildirgandan keyin yotish kerak, davolanish kerak. Sterilni deydi-yu, sterilizatsiya deymizda. Shu. qoidalariga amal Umuman sterilni degan top-toza bo'lish kerak-da. Sterilni bo'lish kerak. Masalan, deylik, men o'sha paytda Turkiyada o'sha amaliyotni qilganda, ertasi kunga chiqib ket degan, men chiqmayman deganman. Pulini to'laysan, ko'kaga yotasan, bo'lmasa senga. Bilasizmi, hozirgi kunda hozir shu doktorlar mana shu haqorat gaplariga, anaqalarga davlat ham, doktorlar ham yutib chiqadi bu anaqada va katta shtraf qilish kerak deb o'ylayman, sudga berib. Sizlar nimaga ayda kirib, bayda chiqib o'zlari sabab bo'lib, o'zlari yana ayblab. Bo'yninga arg'amchi solib olib kelgan yo'q. To'g'ri. Bilasizmi? Amaliyot qilganda qo'l qo'yasiz. Ha, men o'zim javob o'lsam ya boshqa bo'lsa, javobgarlik o'zim bo'ynimda deydi. Ashu qog'oz bilan bemalol borib, siz o'zingiz rioya qilmadingiz. Isbotlab ham beradi rioya qilmaganini. Chunki videolar ham bor deydi, boshqa deydi. Endi men qancha ko'p eshitdim-da odamlardan. Ko'payib ketdi-da. Endi-chi bu narsa o'yinchoq emas. Bu bloger, bu blogerlikka kirmaydi. Nimani blogini qilyapsizlar? Bu-chi, вы кролики что ли? Quyonda kalamushlarni qiladi. Eng qizig'i o'zi hozir bir o'limdan qolib yotibdi. Endi bekor abdominoplastika qilibman, oshqozonni operatsiya qilsam bo'lar ekan deb endi boshqa joyda reklama qilyapti-da. O'zi yotibdi hali. Bekor deydi. Hali yashaydimi, yashaymi? Ha, bekor buni qildiribman. Men o'zi palon klinikada palon oshqozon kestirishni qilsam, bariatriyani qilsam bo'lar ekan. Mana meni o'zimni yaxshi taniganlarim ham shu Halimadan kelgan. Borib operatsiya qilishganda
ishonasizmi? Operatsiya qilib ikkita uchtasini eshitdim. Nimagadir поголовно заражение bo'lyapti bularda. Nimaga shunaqa? Bilmayman, men tushunmadim. Lekin men buni meditsinadan ko'rmayapman, o'zlarida. Sterilni yotmayapti-ki. Yotmayapti. Da, keyin u yog'ni olib, ag'iga uryapti, bag'iga uryapti, orqa batonga o'xshaydi. Nimasi chiroyli? U bilmadim. Bilmadim nimaga shunaqa. Uni choynak qo'yib stol qilib ishlatasan orqa. Nima qilasan uni? Men endi buni misol deylik pardani tortib gapiryapman. Uyat bo'ladi bu. Nimaga bunchalik odam o'zidan nima deydi, minnatdor emas? O'zidan norozi-da, noshukur o'zidan. Nima o'zi yomon? Nimamiz yomon? Men amaliyotdan keyin mana undaqa edim. Ha, eslaysiz, men hamma ikki qat ekan deb anaqa qilib, bo'yda bor ekan deb. Katta edim men 75 kilo edim. Sport, intizom, diyeta mana birinchi. Lekin siz juda ko'p shug'ullanasiz. Ne ovqatimga diqqat qiladigan bo'ldim. Men oldin mana shu yerimiz kasal bizni. Men sizga aytdim. Och qoladigandek nimani bo'lsa, og'zimga tiqib, mana bayazin och qolishdan qo'rquvlik bor-da haligi. Men uni yeb o'taman. Men uni olib olishim kerak. Anani olib olishim kerak deb ovqat olib yuramiz bizda. Shu nima deydi? Birinchi mana shu yerdan davolanish kerak. Psixologik odam o'zini o'zi tayyorlash kerak. To'xta, och qolmayman. Kechqurunga bitta olma yeb o'taman. Ikki mahal ovqat Shu joyda yana bitta menga savol kelib qoldi. Aynan Azamat bilan ishlashni boshlaganingizdan keyin yuzlaringizdagi o'zgarishlardan so'ng Instagramni baribir kuzatamiz. Juda ham bu plastik jarrohlikdan o'tibdilar. Plastik jarrohlikka Azamat bilan ishlaganimdan keyin o'zgarmadimmi? Azamat yaqinda keldi menga. Shunaqa degan izohlar ko'paydi. Endi bular o'zlari yozgandir, bilmayman, boshqa qilgandir, haligi bu yolg'on gap. Buni endi siz men buni 5 yildan beri, men Befit ochilganiga qancha bo'ldi? 5 yil bo'ldi. 5 yil. Shu Befit ochilgandan beri boraman, intizomga o'rgandik. O'sha yerda ishonasizmi? Men hozir ham mana axir yillar o'tdi, intizomga kirdim degandam. Ertalab chiqib ketaman-ku, to'yimga yaqin kirib kelaman. Ishlarim bo'lsa ishlarimni qilib, ovqat yeb qo'ymayman. Uyga kelamanda o'tirib, yalpayib o'tirib, choy damlab kel deymizmi? Ana boshlanadi. Hozir ham shu. Choyni damlab kel deymiz, o'tiramiz. Ko'chik iloji boricha stolni tuzatmaslik kerak. Ichkin kelsa bir chashka choyni ichkin, boshqa qilganda boshqa tuzatmaslik kerak. Stol tuzaldi, yeysan. Tushunyapsizmi? To'g'ri. Xolodilnikda ham me'yorda turish kerak. Mana men masalan mana shu yetim bilan olishaman. Hozir haligacha mana shu yetim bilan harakatni qilaverasiz. Nafsda endi bu baribir. Nafsda, bu nafs balosi. Lekin o'sha oshqozonni kestirsa ham shu 1-2 qoshiq yeb bilarkan, nafs tiyib qo'yar ekan. Ketmay qolarmish. Oshqozon kestirib semirganlarni ko'rdingizmi? Qaytib ko'rdim lekin. Chunki bu rezinkaga o'xshagan narsa. Kalishga o'xshagan narsa. Bunda oyog'ingni kiyib ana qilsang, oshqozon cho'zilaveradi. Bu mana davolanish kerak birinchi. Mana shu. Ovqat shunda ham ana qilsa, oshqozon sal kamroq cho'zsangiz o'zi sal yig'ishtiriladi. Lekin doktorlar bilan, vrachlar bilan maslahat qilmaslik bor-da bizda. Bizda shunaqa vrachlar bormi? To'g'ri maslahatlar bilan. Juda. Bizga eng dietologlar bilan endokrinologlar asosiysi. Asosiy. Ana qiladiganlar. Jigarni yog' bosgan bilasizmi bizda? Ozg'inga qaramay. Menda ham shu muammo bor. Hammamizda, menda ham bor, haligacha bor. Lekin shuncha shug'ullanasiz deysiz. 70%ni davay xo'jayinimda ham bor. Hammamizda. Biz osh yeyishimiz, qozon kabob yeyishimiz, yog'li ovqat yeb orqasidan suv ichishimiz. Nimani qo'ylayapmiz? Metabolizmi buzilish. Ovqatdan keyin shunday 1,5-2 soat hech nima yemasdan yuring. Ovqatdan keyin suv iching. Keyin suv iching. Sizda 2 oy, 3 oyda 10 kilo tashlaysiz. Mana shunaqa deyishadi, tez ichaveramiz. Ovqatni sining. Ovqatdan keyin suv ichmaysiz, choy ichmaysiz. Lekin 1,5 soat qanchadan keyin? 1,5 soat. Endi 40 minut unaqa emas. 1 soat, 1,5 soat hazm bo'lish kerak. Biz ovqat bilan birga yeymiz. Ovqat oshqozondagi o'sha ovqatni parchalaydigan anaqa tashlaydi-ku, zardob. O'sha zardobni qolish kerak-da o'sha. Suv ichganda aralashib qoladi, kuchini yo'qotadi. O'zi mana bu maqola nima eskirib qoldi deyman. Kim ko'qli do'mboq ko'qli degan. Ozg'inlik, do'mboq ko'qli deymiz, do'mboq qiyin. Do'mboq ham qiyin. Hansiraysiz. To'g'ri. Qiynalasiz, egilolmaysiz. Meni o'zim mana shu ozginimgacha yolg'on bo'lmasam o'sha
tuflimni bo'lsa o'sha qadagingacha o'sha bir narsaga oyog'imni qo'yib olib mondaqa qilolmasdim-da, uzoqdan qo'yib yopirib yordam berishgan. Men o'zim hali agar semirganda umuman egalolmay qolar ekanman-da. Eng ko'p semirganingiz qancha bo'lgan? 75. Eng katta Eng semirgan. katta semirganim. Hech narsa emasda. Yo'da endi baribir bu bizni harakatga ko'pda bu. Ha, yo'q, o'sha sizni shuncha harakatingiz bilan qandoq shunaqa siz yana trenirovkaga ham borasiz-da. Ha. Biroq qo'zadan zo'r raqsga tushasiz bu yoqda yana. Ana o'sha sahnada kaloriya yoqmayman men. Yo'q. Shuncha ishlashimga kaloriya yoqilmaydi. Konsert paytida men kilo oldim. Kilo oldim konsert paytida. Ovqat Lekin yerimda. unda stress sizda juda katta bo'ladi lekin. Stress katta Stress bo'ladi-da. katta bo'ladi. Ovqat yeb qolib tikka turish kerak, kuch kerak. Ham kuch kerak. Ham bu zalni ushlab turish kerak. Zaldagi negativlar bo'lib qolmasligi uchun o'zini kontrol juda katta stressda ishlaysiz lekin. Ha. Mana bu yer. Ana Toshkent zakazlari. Ana. So'rayotgandilar-ku. Отборниylari bitta emas, ha? Hormanglar bolalar. Sog' bo'linglar. Mana, men yumurta. Logotipni xotiribsizlar. Qanaqa qilib yaxshi ko'rmaysiz bu yerda ayting? Yo'q, yaxshi ko'rmay bo'lmaydi. Mashalloh. Ana, tabarakalloh sallanabi. Mana. Tuxumingizni qayerdan chiqyapti? Mana. Assalomu alaykum. Qizlarim hormanglar. Mana. Hali men tuxum terib ketganman, mana shu yerda turib. Ha. Ana. Terib yuboring, bek katta bismillah. Ana shuni ichida точно ikkita. Sinab ko'ramizmi? Olib keting. Mana shunaqa terallar. Hamma narsa mehnat haliga. Tuxum yeyishadi, so'ramaydi. Ha. Tuxumini egasini so'rama deydimi? Nima deydi? Shunaqa bitta maqol bor edi-ku. Ha, uzumini yeb so'rama. O'zimini egasini so'ra. Mayli tuxumini ye deganni qo'yilaveradi. Mana shunaqa qilib teriladi endi. Mana bu qo'shig'im lekin zo'r. Ijodkorlarimiz ziyofasiga misol uchun hijobga kirish. Men sizga bitta narsa aytaman. Diniy Otini aytmayman, bir dizayner qizimiz o'randi-da. Yulzapa, если вы тоже укроетесь, закроетесь, dedi. Bular dedi, faqat bu shunaqanaqasi bor ekanki, вам тоже все свадьбы, мне не надо dedim, их свадьбы dedim. Menga kim pul topsa dedim, o'ranmagani bir xil to'laveradi. Men 200 lamacha bo'lgim kelmadi. Men o'shanga loyiq bo'lishim kerak. Mana bunga ham ro'molni yapasiga o'ranyapti, ro'molga ham loyiq bo'lish kerak. Ro'molda sunnatlari bor, farzlari bor. to'g'ri. Unga o'rangandan keyin bu ro'molga o'ranganda nihoyatda hurmati cheksiz bo'lish kerak. Sizlar o'ranib to'yga chiqashlatyapsizlar. Всё, этим всё сказано. Yana bitta narsa qiziqtiradi. Ijtimoiy yuki bor qo'shiqlaringiz bo'lardi-da. Ayol ketdi Moskvada. Hozir nimagadir aytmay qo'ydingiz. Bugungi kunda yaxshi hammasi. Xalqimiz Unga ehtiyoj yo'q deysizmi? ehtiyoji yo'q, men sizga aytaman. Shu ehtiyoj yo'qligidan til chiqyapti. Oldin ezilardi odamlar. Nima deyapsiz? Siz bilan biz Va bilmagan. o'sha qo'shiqlar ham zo'r edi-da. Yana Endi shunaqa o'sha qo'shiqlar- paytda o'sha qo'shiqlar tug'ilish uchun xalq qanchalar darajada ezilish kerak edi. Ezilgan xalqni Xalqning aytganman. kayfiyatini ham o'rganishyapti. Men masalan xalqning kayfiyatidan kelib chiqqan holda aytaman. Ikki xalqni shundoq anaqa qilib qo'ydingiz. Tojikcha, o'zbekcha, nima deydi? Zero zabar deydimi? Zero zabar, shiru shakar deydi. Shiru shakar deydi. Shu anaqada. She'r Ikkita xalqni yaqinlashtirib qo'ydingiz. yaqinlashtirib qo'ydik. U xalqqa endi o'zini paytida bilasiz, qo'shiq juda haligi agar to'g'ri foydalanilsa, kuch. San'atkorlar buni kuchligini bilganda, men xizmat qildimmi, xizmat qilmadimmi demas edi. Biz hech kim emasmiz. Biz ijod qilamiz, vaqt bizdan keyin ko'rsatadi. Qo'shiqlar yashayaptimi, dolzarbmi? Demak, bir narsa qilib yashabsan. Tushunasizmi? Masalan, dedik, men xizmat qildim, xalq bilmadi. Xalq biladi, nima qilsin xalq ham? Xalq ham masalan, dedik, pulni tikib qo'yib, pulni ola olmagan biznesmen qancha,
kartoshkaga kuyib ketib, yuragi yomon bo'lib o'lib qolgan odamni Bugun bilaman. ham mavzular yetarli deymanda, Michael Jacksonga o'xshagan ekologiya bu masalalar ham olib chiqsa, siz ovozida bor-ku. Siz ovozida bor dard hammada yo'q o'zi asli. Mana bu yerda-da u ovoz. Siz ilhom Man bu yerdan Allohdan chiqmaydi. ekanligini ishonasizmi? Ishonaman. O'zi olib boradi. O'zi keladi o'sha O'zi joyda. keladi. Agar aytish kerak bo'lsa o'zi keladi, boshqa bir xabar keladi. Men endi buni tushuntira olmaysan. Buni hamma narsa men har doim aytaman, ayta olmayman. Kimgadir Zakaz bilan ayta olmayman deydi. zakaz bilan ayta olmayman. O'zi keladi tuk deb. Ha. Keladi. Qaynab keladi. O'ting. O'ting Shahmat. Ha, mana bitta tug'ib o'tiraveradi bular. Ha, qarashyaptimiz kirganimizga. Ha. Biz bularni jo'jachaligida ko'ruvdik-a? Qo'shiqni eshitaverib. Ha. Men o'shanga aytaman-ku, Usmonova qo'shiqlarini eshitib tuxum qiladi, tovuqlar deyman-ku. Hozir ham salom beryaptilar, qarayapti. Ana ikkitalik deganlaringiz. Terma Ha, masalan. u ana ekan ikkitaliklar, to'g'ri. Gap yo'q lekin. Oz chiqadi undan. 100 necha gramm ikkita sariqligi? 20 gacha boryapti-da. O'zi qancha Endi bo'ladi? tasavvur qiling-da, ana o'shancha yem yerkanda. Ha. Bu yoqda xodimlarmi? Xodimlarga joy. Ha. Kuxnya. Ha. Birga paytda mana mehmoningiz kelsa, Hmm. chetlarda bemalol tuzab qo'yib qilsa bo'ladi. Gap yo'q joy. Suhbat boshida bitta narsa e'tiborimni tortdi-da, mana Bo'zatovda qurmoqchi bo'ldik, lekin kredit berilmadi. Bu yoqda Nasib shetdi ekan. Sizday odamga ham berilmaydimi demoqchimisiz? Hamma o'ylaydi-yu, Yulduz Usmonovami bo'ldi, yashil chiroq, hamma narsa mumkin deb o'ylashadi. Demak, unaqa emas ekan. Unaqa emas. Va ko'pchilik o'ylaydiki, palondaqa pismononchi bo'lsa tanigani ko'p unaqa qiladi. Yo'q. Endi mumkin boshqa odam qilishi mumkin. Men hech tanish bilish orttirmadim. Hech kattalar bilan o'tirib turganimni birov bilmaydi. Men chunki o'tirib turmayman. Subordinatsiya borda. Chunki rahbar odam bugun rahbar, ertaga kreslodan ketsa, u bechora hech kim emas. Sen o'zing aravangni o'zing suraversan. Hech kimga ishonib anaqa qilmayman Yo'q, deysiz. ishonib bo'lmaydi. Yo'q, eng katta xato shu, ishonib bo'lmaydi. Shunaqa. Yemadi, qusmog'i bor hamma yoqda. To'g'ri. Nechta biznesmenlar mana qamalib, davlatnikini yeb qochib ketish harakatida bo'ladi. Bu eng kalta paxm odamning ishi. Xalqnikini davlatni lati bor deydi eskilar. Nima deganini bilmayman, lekin juda qattiq gap bu. Davlatni lati bor, ehtiyot bo'l deydi-da. Qarang, Navoiyda-ku mana endi hozir kelib biznes qilyapsiz, lekin Sarmishsoyda Gula Karimova payti bu yer kelgansiz, asrlar sadosida. To'g'risini aytsam, biz hammamiz ham shu yerda edik. Katta edi, biz siz finalni yopasiz deb turuvdik-da. Endi biz kutyapmiz. Sizni zapretdan chiqishingizni sizdan ham ko'p kutgan edik-da o'zimiz. To'g'risi, bari sizni yaxshi ko'radiganlar ko'p edi. Biz kutyapmiz. Siz keldingiz, biz kutib turibmiz, lekin bo'lmadi o'sha oxirgi momentda-da. Nima bo'ldi bilasiz? Yo'q, siz Nilufarga aytyapsizki, chiq deyapsiz-da. Chiq, sen aytasan deyapsiz-da. Nilufarchi qo'rqyapti chiqishga. Qo'rqyapti. Yo'q, sen chiq deyapsiz. Biz yig'layapmiz-da bu yoqda turib. Endi qo'ymayapti-da, ruxsat bo'lmadi-da. Biz o'yladikki, ruxsat deganni Yulduz bilasizmi? chiqadi, bo'ldi, hamma yoq ochilib ketadi deb o'yladik. Konsertda oxirigacha ham olib kelib, Ha. Gulnara harakat qildi. Olib chiqana qilib keldi. Ana shu qamalib ketgan o'sha Gulamovmidi? Ha. O'sha qozim voy kurashdi, nima balo to'yga bormay qo'yganmidi, nima balo unaqa. Muncha balo uni arpasini ham o'rgan ekan, men o'zi milliarder ekan. Sog'ib yegan hamma yoqda. Bu nima deydi? Karimov qizil ruchka bilan qo'l qo'ygan ekan. Hammani ko'k ruchka bilan qo'l qo'ygan ekan, menga qizil ruchka bilan qo'yilgan ekan. Chiqsin degan, Yo'q, to'g'ri? chiqmasin deb. Chiqmasin. Zapret. Qizil zapret. Qizilda qo'yilgan ekan. Hech kim hech narsa qilolmadi. Endi nima deydi? Ashnaqana mana tarixda qolaverar ekan, yaxshilik ham, yomonlik ham. Shuning uchun birovdan xafa bo'lmaydigan bo'ldim. Kimga kim ziyon qildi? Men kimman? Yo'q, davlatda lati bor deganingizda o'sha narsa ko'zimni oldiga Ana men sizga keldi. ishonch aytyapman. Davlatni kreslasiga ishonib yomonlik qilib qo'ymang, davlatni lati bor, basharangizga qarab keladi o'sha loy. Tushundingiz? Lekin odam shunda sinib ketmasligi uchun odam kuchni qanaqa topadi deyman-da. Lekin mana Mansurjondan biz so'rasangiz aytib ichimizda beradi. sindikda. Kelganda men shunga tayyor edim. Mansur akani biz
ziyofatga chaqira olmadik. Ya, Mansurjon o'sha kuni yur deyapti-da. Hayotim chiqmaymiz deyapman. Chiqmaymiz, men sizga garantiya beryapman, chiqmaymiz. Lekin o'sha kuni ko'zingizdanchi shunaqa narsa Nilufarga chiq deyapsiz-da. Nilufar qanday endi u juda yosh edi-da u payti. Biz katta umidlar bilan turdik. Bo'ldi, Men bugun chiqmasligimni chiqadi. bilganman. Bo'ldi, yulduzga yo'l ochiladi. Chunki Lekin boshqa odam sinib ketardi. Buncha kichkina odamning otlarini aytmadim men hozir. Qog'ozda olib kelib bundaqa qilib turibdi. Sanlarni ham kuningni bitadigan kuni bor, xudo xolasa ham переживаевасdim-da. Shu kunni men kutdim-da. Alloh mana omon zamonga keldi. Shuning uchun kim yaxshilik qilsa, ikki dunyosini obod qilsin. Mana shu bugungi kunda men baralla aytaman. Mirziyoyev davrida yashayapmiz. Ishoninglar. Mirziyoyev davrida hammani tili chiqib, faqat to'g'ri tarafga chiqsa edi. Adikir bari chiqyapti-yu. Mana shu omon zamon paytda hozir mana yashayapmiz. bo'pti, g'iybat qilmaymiz. Ayollik baxt haqida gaplashamiz. Ishonasizmi? Men sizga я вам еще больше скажу. Allohimdan mana hammani qiladi. Kamtar, u bu kamtarlikda emas. Allohim ya Rab, nafsimga hokim qil, nazarimni to'q qil deb so'rayman. O'pkamni bos deyman. Hech narsa qulog'i eshitgan maqtovlarda eshitgan qulog'imni kechir. Ko'rgan ko'zimni xursand bo'lib yurgan qalbimni kechir deyman. Это не moyo. O'zi berdi, o'zi olmasin. Bilasizmi? Beradi Alloh. O'pkamni bosib qo'ydi, ancha bosilganman. Oldingidan ancha bosilganman. Men degan so'zni ishlatmay, chunki mana aloqa Alloh biz Qur'onda o'qirsiz biz deb aytadi Alloh. Bir joy, ikki joyda men deb keladi. Qolgan joyda biz deb keladi. Alloh ikkita mendan bitta biz qilyapsiz-da hozir. Mana ko'p eringizni oldinga chiqazasiz. Lekin lekin bu odamsiz bilaman. Chetgacha yetib kelmasdim. Yo'q, uni sizdan kuchliligini, sizdan tadbirkorroq, nima aqlliroq ekanligini tez ta'kidlaysiz. Mana ko'p san'atkorlarimiz, ayollarimiz shuni aytmoqchiman. Ko'rdim-da, men to'g'risi Shu men неприятно deydimi? ikkita mendan bitta bizga qanday yetib keldingiz demoqchiman-da. Bilasizmi, tashqaridan qarang, erkak kishi. Masalan, agar meni boshimda meni xo'jayinim bo'lmasa, meni bola ham gap otaveradi, meni bola ham gap otadi, meni nima ekan deb bir qo'l solib ko'radi, boshqa erim bor o'g'li, bunaqa turibmiz, ishni birga qilyapmiz. Bu odam meni har tomonlama himoya qiladi. Avvalo Alloh, oxir Alloh. Allohdan tilaganim haqiqatda Alloh anaqa qiladi. Endi erlarda biram endi janjal bo'ladi bizda ham. Uvol qilib isrof qilganini ham ko'ryapman-da. Haligi erni o'rnida ko'rmaydi. Xuddi bir avut bilasizlarmi? Man, tak, stop. Sen bir ish qilayotganingda yoningda ering bormi? Sen klip olayotganingda, erkaklarni ichiga ashlatgani kirasan, ering bormi yoningda? Himoya qilib turadigan. Это уже полпобеды. To'g'ri. Lekin o'sha haqiqatga yetib kelishga vaqt kerakmi deyman-da. Vaqt emas, ashqavoq ham kerak ozgina. O'z tagi yo'q bo'lsa, tagi yo'q bo'lsa, o'lik-o'likgacha boshqa odamlarni qarasangiz 80 yoshda ham manlab turgan bo'ladi. U уже kirmaydi. Tushundingizmi? Alloh xayrli umr bersin, qancha bersa. Men uyimdagi bolalarimga ham aytganman, mana men so'zim. Navaralarimga ham yig'ib aytganman-da. Если со мной что-то случится, imейте в виду, men aytdan chiqara ko'rma, go'rda tikka turaman, uylantirmanaqa deyman. To Mansur dodadan keyin ayolni chiqarib olishi mumkin, lekin Mansur doda doda deb, hamdada ham doda deb qabul qilasan. Men agar menga biron narsa bo'lsa, uylantirib qo'yasanlar hammang. Будете его любить так, как вы сейчас любите. Ничего не меняется deb vasiyat qilib qo'yganman. Mало ли что, всякое бывает. Aytish vazifamiz. Sen yaxshi ko'rgan onangni yaxshi ko'rgan eri bor edi. Считайте с этим. Tushunyapsizmi? Uni aytmasa tirikligida. Issiqjon, сколько мне осталось? Я больше половины жизни прожила. Qolgani bonus. 60ga chiqdim yog'iga. Yo'q, to'g'ri. U yog'iga Xudo poshsha. To'g'ri. Endichi krasiva kun botishda ham Alloh go'zalini bersin. Shunga intilish kerak. Allohdan shuni so'rash kerak. Iymonsiz qaritmasin. Iymonsiz qaragan ham ko'p. Men kechagida Moskvada ko'rib juda xafam. Ro'mollilar ham ichib o'tirganini ko'rib, o'shalarga ichim og'ridi-da. Nimaga o'randinglaring, azizlarim? To'g'ri.
bu keragi yo'q bu narsani. Xunuk ko'rinyapti tashqaridan. A сколько это неправильность u yoqda o'zi biladi. To'g'ri. Tushunyapsizmi? A biz yana o'shaning uchun men hamma o'ringan ham namoz o'qiydi deb o'ylamayman. Ko'pchilik o'qimaydi. Astoydil Alloh degan odam Allohdan qo'rqadi. Suniylik ko'paydi. Mani kim nima desa deyursin. Men mingdan ming roziman. G'iybatimni qiladimi, boshqa qilmayman. Bir xil paytda g'iybat qilayotgan odam ham fanat. Hasad bilan sevgi aralashib ketadimi deyman-da. Hasad qilganda g'ashkilik yomon. Doim sizni kuzatadi. Kuzatadi, mendan больные люди. Yulduz bo'lish qiyin lekin. Ha, o'shaning uchun e'tibor qilmay qo'yganman. Men oldingidaqa anaqa umuman e'tibor qilmay qo'yganman. Siz tushunasizmi? Mana bunaqa ichingizdagi narsalarni shunday aytib tashlaysiz-ku, hali onam o'lganda ham, Halima o'lganda ham men xalq uchun anaqa qildim, men boraman baribir u narsaga. Ichingizga ko'masdi u dardni, to'g'rimi? O'sha dard bilan yashaysiz. Lekin bu yerdagi lafz bor, anaqa bor. O'sha narsani xalq tushunmay qoldi-ku biroz anaqa. Lekin meni o'zi biladi. Xalq tushunsa, tushunmasa, men bitta narsa aytaman. Agar Allohning kalomini to'g'ri tushunsa, men misolchilik ichimga ham tugib qo'ymayman. Chunki erta indin qachondir olib ketsa ko'rishamiz. O'lim yo'q, ko'chish bor. Allohni tanigan odam, iymoni butun odam bunga ishonadi. To'g'ri. Qancha hozir ilmiy ishlar qilinyapti. Bu yoqni so'rang, mana dinni chekkaga surttiring. Endi bugun mana ilmiy ishlarda ayting. Zamonaviy. Magnitofonni yoqib, masalan, deylik, o'rmonga bulbullarning ovozini yozgani borgan odamlarda o'liklarning ovozi eshitilib kelyapti. Eshitgan bo'lsanglar. Gapirilyapti, boshqa qilinyapti. Это о чем-то говорит? Bor. Мы все видим deyapti. To'g'ri. Qanaqa qilib o'ldi demanglar, ular bor. Haqqiga duo qilib turinglar, davom, hayot davom. Faqat qanday davom biz bilmaymiz. To'g'ri. O'lgan mana jasad qoladi yerda. Chunki yerdan bino bo'lganmiz. Qolgan davom, ruhimiz tirik. Shunaqa. Va iymoni odam gapiraveradi. Men misolda unga xafa bo'lib oldin xafa bo'lib qolaverardim. Hozir xafa bo'lishni yig'ishtirib qo'yganman. Nekada. Anaqa devdiz. Menga turmush o'rtoq bo'lish ham qiyin devdiz. Mana bugun ancha bosilibsiz, lekin endi osonlashganmi? Yo'q. Yo'qmi? Yo'q, qiyin. Qiyin, o'zidan bir so'rab ko'rasizlar, bilmadim, lekin nima deydi? Chunki meni talabim mana hozir bir narsani ko'rsam, hozir qilishim kerak-da. Buni ertangi qo'ymayman-da odatim. Xudo xolasa keyin vaqti bo'lganda qilaman demayman-da. Tur, hozir shuni zakaz qilamiz. Men ertaga o'lib qolsam, meni o'rnimdan mendan keyin kelib qilib ketsin. Mana shuni qilib qo'ysin deyman-da. Haligi ushlash kerak-da. Men bir o'sha borganimda qo'lingiz kesilib ketgandi, esingizda bo'lsa. Qo'lingiz kesilganda stressdan chiqazaman deb olib borib, Mansurbek sizni alohida kafe zakaz qilib, Shahriyar chaqirib, qo'shiqlar qo'yib, nima, yoni sizni ko'yingizni ko'tarishga harakat qilgan edi-da. Qo'lim meniki emas, uniki kesilgan. Sizniki edi. Stol tushib ketgan edi. Esingizda bo'lsa, stiklanli stol tushib ketgan edi. Sizdan yaxshi bilaman men sizni hayotingizni. O'shanda xasta bo'lma jonim, o'lib qolaman aytib, ko'nglim ko'tardi. Shunaqa momentlar uchun yashagim keladi-da devdingizda shunda. Voy, ko'nglimga qarab, endi-chi o'sha paytda Kim-kimni ko'ngliga ko'p qaraydi demoqchiman. Siz ko'nglingizga. xalq bilan ro'parasiga men chiqaman. Ha. Bir xil paytda просто элементарно человеческий, физический uyqu yetmay qoladi. Uyqu yetmay qoladi. Xafa bo'lib do'msayib qolaman. Mana uxlasam bo'ladi-yu. deb. Uyquga to'ymay qolgan paytimda xafa bo'lib qolaman. Bo'ladi shunaqa. Tak g'imir-g'imirga nima aytsin, sog'lik, hayot borligi alomati. Hay, sizga ham ko'p azob berdik. Balki dam olishingiz kerak edi. Tak что bugungi yaxshi yomon gaplarga e'tibor qilmaysizlar. To'g'ri xulosa chiqarishadi muxlislar degan umiddaman. Hadi bilib bilmay bir taraflama qaramay, ikkita ko'z, aqlda chap taraf, o'ng tarafi bor, ishlatib orqa oldi. Men bugun kelgan sabab bilasizmi nimaga? Men sizni ijtimoiy tarmoqlardan kuzatib turaman-da, juda ko'p nohaq nimalarga nishon bo'lib qolasizda. Men yulduzni shu ishlarga vaqti yo'q, o'rtoqlar. Sal vaqti bo'lsa mana bu ishlarga keladi. Bu yerda ham xalq uchun xizmat qilyapsiz, bilasizmi? Qancha ayollar oilasida o'sha odamlarni shu gaplarni ko'rsatish uchun keluvdim o'zi aslida. O'sha odamlarni o'zi shunaqa bilan shug'ullansa kerak-da. Bilasizmi? Ayol kishi eri bilan urushib qolib polvonga boraversa, odamlarga o'zini yaxshi ko'rsataman deb yolg'on takam ro'mol o'raversa,
odamligi qo'shnimni ko'ziga yaxshi ko'rinay, ana yigitimni ko'ziga yaxshi ko'rinay deb o'qimagan namozni o'qiyapman deb yolg'on gapiraversa. Ради чего вы живете вообще? Nima hayot bu? Yolg'on ekan, o'zing uchun yasha. Shu. Mani borimcha qabul qil. Men aytmoqchimanki, vaqti yo'q yulduzda demoqchiman-da. Bunaqa mayda ishlarga aralashganingizda Kremldagi O'zbekiston tarixidagi bunaqa katta konsert bo'lmagan bo'lardi. Tojikistondagi bunaqa katta hurmat e'tibor bo'lmagan bo'lardi. Navoiy viloyatidagi mana bunaqa katta proyekt bo'lmagan bo'lardi. Yana men bilmayman, juda ko'p proyektlarimiz bor. Oddiy bir piyola choy ichishga qo'l yo'q. Kim bilandir ko'rishib. Endi uni kimgadir aytasan, xudonaqa risovka bo'lib qoladi. Hamma ijodkorlar, deyarli hamma qo'shiqchilarga bitta savol berilgan. Javobi kesib rolik tayyorlangan. Eng yaxshi qo'shiqchi kim O'zbekistonda deganda hammasi bir xil. Yulduz Usmonova, primadonna Yulduz Usmonova. Siz kimlarni eshitasiz o'zbek estradasidan, o'zbek qo'shiqchilaridan? Men qo'shiqchilarni eshitmayman, Qur'on eshitaman. O'zbek ijodkorlaridan Hech, men umuman o'zim ham eshitmayman. Qo'shiqni yaxshi ko'rib ijro etaman, ijro etgan kuni to'yib eshitib olaman 5-6 marta. Lekin men Qur'on eshitaman. Premyeralarni ham yangicha formatini olib kirdiz. Ha. Bu yurak yurdi, urmadi nima. Voy mana nima deyapti, ensalarim qotyapti. Bo'ldi balanddan kelma, stop. Endi uni ham formatda o'zimiz qildik. Lekin men bitta narsani aytmoqchi edim, Mansurbek. Men Navoiy, bitta oyoqlaringiz Navoiyda. Navoiyni shu o'zera yonida ikkita yaxshi joy ochilganda, bitta qo'shiq premyeralaringizni bittasini o'sha yerda ham qilsak degan edim. Nasib xudo xolasa. U ham bir o'ziga xos anaqa bo'ladi-da. Yulduz Usmonova bu yerda ham bitta narsasi rahmat. bo'ladi. Xudo xolasa, shu gapingiz o'ziga ham rahmat. Ha, shu bitta chiroyli narsa qilsak zo'r bo'lardi. Kuzatarkan, xudo xolasa. rahmat kattakon maqtajatga. Yaxshi yomon gaplarga gapirmaysiz azizlarim. Sizlarga ham rahmat yigitlar. Rahmat.